Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Xo'p, navbatdagi mebelimizni tayyorlab berdik. Xo'p, bu mebelimizni Andijon viloyati Xirayevga joylashtirdik. Xo'p, fasadi Kashtan firmasining Grey Hairline degan akrilida. O'xshi razmeri 4.12 ga, balandligi 220 holatda bo'ldi. Bu chekaga faqat tepa qismi joylashtirilgan. Har doimgidek outside o'sha vakuum. Xo'p, mo'yga joylashtirilgan. Mo'yga semestitel, gel qo'yadigan tashcha, tepada sushilka, ustiga polka o'rnatib berganmiz. Kafeli mebel ichida bo'ldi, plintuslar qo'yilgan. Rossiyskiy stolishniца, qosh soladigandan keyin solinadigan bo'lgan. Xonadonlar vakuum. Sochiriladigan o'tirba bor. Yerga bar joylashtirilgan. Undan so'ng har doimgidek gaz plita, tepasida yutishkaga joy ochilgan. O'chirib qo'ysin. Xo'p, bu yoqqa duxovka joylashtirilgan. Undan so'ng ikkitali eshik, tepada har doimgidek polkalari bor. Mikrovalnovka joylashtirilgan, xolodilnik. Ustiga ham mebel tayyorlangan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.